Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz darsimizning davomi Alamning yaratilishi 18-bobni bir qatim ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan biz Alamning yaratilishi 18-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Alamning yaratilishi 18-bob. Keyin Parvardigor Mamradagi dub daraxtligida Ibrohimga qaytib ko'rindi. Kunduklashgan vaqtda Ibrohim chidirning ishki oldida o'ltiradi. U beshini ko'tarib qarab edi, o'dilida 3 kishining o'ri turganligini ko'rdi-da, shu hamon ularning oldiga yugurib, yerga engishib, ta'zim qilib ularga: "Janoblar, Eğir görmesanglar, öyümüzge kirip mehman bulup qaytqaysizlar. Her qaysinglar daraxt sayısida demelip turgaysizlar. Men putkollaringlarni yuyishga suv, qizalnishinglarga biroz yemeklik elib kelay. Aram elib yo'linglarni davomlashtirgaysizlar. Kelganlikinglardan xo'shal bo'ldim", dedi. "Rahmat, etkiningizcha bo'lsin", deb javob qaytarishdi ular. İbrahim darhol chidirga yugurib kirib Saraga: "Darhol bir holda eng yaxshi undan non pishirgin", dedi. Arqadilla u yana kalpadalarining ichiga kirib semiz bir torpaqni tanlab chaqirga topshirdi. U darhol torpaqni so'yib tayyorladi. Ondan Ibrohim qaymoq, sut va go'shtni 3 mehmonning oldiga qo'ydi. O'zi bo'lsa ularning xizmatida bo'lish uchun daraxt soyasida kutib turdi. Tamoq yeyotganda ular Ibrohimdan: "Ayoling Sara qayerda?" deb so'radi. "Chidirda", deb javob berdi u. Mehmon siyaqidagi Parvardigor uningga: "Kelar yili bu chaqda men cho'qim qaytib kelaman. Shu chaqda ayoling Sara bir o'g'ilga ona bo'ldi", dedi. Sara ularning kendiki chetir og'zida ularning so'zini anglab turadi. U chaqda Ibrohim bilan Sara ikkilisi qirib qolgan edi. Saraning odat ko'rishimi to'xtab ketgan edi. Shunga Sara ichida kulib o'z-o'ziga: "Men qirib qoldim. Erimmi qirib qolgan tursa, endi menga bunda xo'shallik qayerdan kelsin", dedi. Şuna Parvardigor Ibrohimga: "Sara nemishqa kulib turib o'z-o'ziga: 'Men shuncha qirib ketgan tursam, yana qanday muomildor bo'la olay', deydi. Parvardigor qila olmaydigan ish yo'q emasmi? Aytganimdek, kelar yili dal mushu chaqda qaytib kelaman. O chaqda Sara cho'qim bir o'g'ilga ona bo'ldi", dedi. Sara qo'rqib: "Men kulmadim", deb tandi. "Yo'q, sen rostla kulding", dedi Parvardigor. Arishdan tushgan bu mehmonlar u yerdan ayrilib Sodom shahri taraf yuzlandi. İbrahimmi ularni uzatish uchun billamangdi. Parvardigor o'z-o'ziga mundaq dedi: "Men qildigan ishimni Ibrohimdan yoshirsam bo'lmaydi. Chunki uning avlodlari cho'qim ulug' va kuch-qudratli bir xalq bo'ladi. Men u orqali dunyodagi hamma xalqlarga baxt ato qilaman. Men uni o'z bolalari va avlodlariga mening yo'limni tutishni, durust va haqqoniy bo'lishni buyursin deb tanladim. Shunda qilsa, men uningga bergan va'dam bo'yicha hamma ishni qilib beraman." Shuning bilan Parvardigor: "Men Sodom bilan Gomorra shahardagilarning haddidan oshgan gunohlari ustidan qilingan eg'ir arizlarni angladim. Men cho'qim tushib, anglaganlarimning amaliyot yoki amasligini o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman", dedi. Ondan keyin 2 kishi Sodomga ketib qoldi. Biroq Parvardigor bo'lsa Ibrohimning qishida qoldi. İbrahim onunla yaqinlashib: "Sen rastdan durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib alay qilamsan? Agar shaharda 50 durust kishi bo'lsa, sen butun shaharni xarob qilamsan. Bu 50 odamni qutqizib olish uchun shaharni saqlab qolmamsan? Sen cho'qim durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib yo'qotmaysan. Hargiz unday qilmaysan. Unday qilsang durust kishilar gunohkorlar bilan tang jazoga uchraydi. Bu mumkin emas. Sen butun olamning so'roqchisisan. Jazman adil hukm chiqarsan", dedi. Parvardigor uningga: "Agar Sodom shahrida 50 durust kishi topalasam, ularni da butun shaharni saqlab qolaman", deb javob berdi. İbrahim yana mundaq dedi: "Ey egam, boshlagankan men davomlashtiray. Eg'ir ko'rmasang, mendek bir ojiz bandangning yurakli holda sendan yana so'rashiga ruxsat qilgaysan. Navoda shaharda faqat 45 durust kishi bo'lsa, 5 kishi kam bo'lganligi uchun butun shaharni xarob qilamsan?" Parvardigor uningga: "Agar 45 durust kishi topalaydigan bo'lsam, bu shaharni xarob qilmayman", deb javob berdi. İbrahim yana: "Agar faqat 40 kishi bo'lsa-chu", dedi. "Agar 40 kishi bo'lsa-mu, xarob qilmayman", deb javob qaytardi Parvardigor. İbrahim yana: "Ey egam, xafa bo'lmasang, sendan yana bir nima so'ramoqchiman. Mubodo 30 kishi bo'lsa-chu", deb so'radi. "Agar 30 kishi tepilsa-mu, xarob qilmayman", deb javob qaytardi Parvardigor. İbrahim dedi: "Ey egam, senden yürekli holda 7 so'rashimga ruxsat qilgaysan. Mubodo 20 kishi bo'lsa-chu,
Agar 20 kishi tepilsa, men yana xarab qilmayman deb javob qaytardi Parvardigor. Eng oxirida Ibrohim: "Ey egam, xafa bo'lmay, endi bir qatim so'rashimga ruxsat qilg'aysan. Agar faqat 10 kishi tepilsa-chu" deb so'radi. Faqat 10 durust kishi bo'lgan taqdirdimi, men bu shaharni xarab qilmayman deb javob qaytardi Parvardigor. Parvardigor Ibrohim bilan so'zlashib bo'lgandan keyin ketib qoldi. Ibrohim bo'lsa uyiga qaytib ketdi. Xo'sh qarindoshlar, bugun 18-bobni bir qatim ko'rib o'tsak, biz oldin qatimda Parvardigor Xudo Ibrohimga ko'rinib, ya'ni agar uning Xudoning yo'lini tutib davomli durust yo'lda mansa, onun bilan tutgan ahdisini cho'qim amalga oshirganligini aytib, ya'ni ahd tuzib, İbrahimning ismini Ibrohimga, Sarahning ismini Saraga o'zgartib, ham shunday Isahning dunyoga kelganligini aytib, andan keyin ahdining belgisi haqida, ya'ni xatna bo'lish ekanligini degan mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tgan edik. Bugungi mazmunimizda ya'ni Xudo, Parvardigor Xudo Ibrohimga Isahning dunyoga kelganligini aytib bo'lgandan keyin, bugungi mazmunda 3 kishi, ya'ni mehmon, ya'ni yo'lovchi sifatida, yo'lovchi mehmon siyaqida İbrahimni ziyaret qilishga kelib, shu vaqtda, ya'ni bu vaqtdagi ziyoratni asosan biz Saraga markazlashtirsak ham bo'ldi. Ya'ni chunki ular tamoq yeyotganda deydi, ayoling Sara qayerda deb Sarani so'ragandan keyin, ananikin ayoli Saraning kelari shu chaqda bir o'g'ilga ona bo'lganligini aytdi-da. Shuni aytgandan keyin, anandan keyin yana Parvardigor Sodom bilan Gomorra haqidagi o'zining yana Alloh qilmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi mush ishlarni, ya'ni mushuni İbrahimga degan vaqtida, ya'ni İbrahimning jiyani Lut shu Sodom bilan Gomorra oldin qatim İbrahim bilan ayrilib yashagan chog'da shu ya'ni tanlagan emasmi Lut o'zi. Shu jiyani Lut uchun Parvardigorning oldida, ya'ni yalurib, oxirigacha yalurib, shunday xalqi so'rganliklar haqidagi mazmun, qisqacha yig'inchasak shunday mazmunlarni ko'rib o'tmoqchi. Undaq bo'lsa biz tafsiliy ko'rsak, ya'ni birinchi mazmun bo'lsa, ya'ni 18-bob, birinchi oyatdan toki 9-oyatgacha qadar bo'lgan shu mazmun nima desa, İbrahimning o'zi mehmon deb qaraganda, ya'ni Parvardigor Xudo ekanligini bilmagan, anqirmaganda, İbrahimning o'zining eshigining oldida turgan 3 kishiga, ya'ni mehmon siyoqida kelgan Parvardigorga, ya'ni ularni yo'lovchi mehmon deb qarab, ularni uyiga taklif qilib, mehmon bo'lib ketishga taklif qilib, ya'ni o'zi ularning xizmatida bo'lib va ular uchun o'zining uyidagi eng yaxshi bo'lgan yemaklik, ya'ni eng yaxshi bo'lgan undan, ham shunday mollarning ichidagi eng semiz bo'lgan torpaqlarni tanlab, balki eng yaxshi bo'lganlarni, andan keyin uyidagi sut, qaymoq, ya'ni go'sht, shunday yaxshi bo'lgan, hamda o'zi eng yaxshi deb qaragan uyidagi eng esillarni shu mehmonlar uchun uni nim qilib pishirib mulozimat qilganligini, ya'ni shu qadar yaxshi kutib olganligini bu yerda inchilik bilan ham so'zlab o'tdi emasmi? Shuni bir ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Balkim bu İbrahimga oid mazmun sizlarmi shuni anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu bizning nimamizni shu qadar keng tarqalgan bir hikoya desam bo'ldi. Shunda xalqi İbrahim payg'ambarmi bilmasdan Parvardigorni kutib olgan deb bizning shunday bir odatlar balki tamoq yesam ziyodaroq etib tamoqlarni, andan keyin yo'ldan o'tgan kechganlarga o'ylarga chaqirib, ularga tamoq berib, ularni eng yaxshi kutib elib, qo'llari suv quyib, ular eng yaxshi o'rinlardan qilib qilish bizning bunday odatlar bizning boddi qilgan vaqtimizda. Shuning o'xshash, endi İbrahimmi shunday xalqi yo'ldan o'tgan mehmonlarni yo'lovchi deb qaragan, ya'ni shunday mehmonlarni shu qadar Xudoni kutib olgandek, Xudoga muomala qilgandek, mehmonni toki Xudoga muomala qilgandek bir xil shunday qalbini biz bu yerdan ko'ra olamiz. Ya'ni boshqalarga Xudoga qilgan muomalaga o'xshash, ya'ni Xudoga muomala qilgandek muomala qilgan bir pozitsiyasini biz bu yerdan ko'ra olamiz. Chunki inson
nima deymiz, Xudodan qo'rqmaydigan, Xudodan aymanmaydigan kishilar bo'lsa, o'zining eng yaxshi bo'lganlarini boshqalar bilan baharlanib, boshqalar bilan o'rtoqlashib, ya'ni o'zidagi borini boshqalarga beradigan bunaqa nima hozirgi jamiyatimizda bo'lib, hozir yashayotgan dunyoda bo'lgan sir mehr muhabbat so'b, insonlik barobarligi chekinib, shunday bo'layotgan vaqtlarimizda rezillik olib niqotgan qarang'ulik to'lgan shuna vaqtimizda bunda xalqi o'zidagi bor narsalar bilan o'zidagi narsalarni boshqalar bilan o'rtoqlashadigan bunda nima hozir bara ozlayotdi desam bo'ldi. Lekin shunday vaqtlarda biz bu Ibrohimning pozitsiyasi orqali Ibrohimning boshqalarga ya'ni yo'ldan o'tgan, ya'ni eshigini oldida turgan, o'zi tonimagan shunday bir sizlarga muomalasi orqali biz o'zimiz yana erishadigan savoq nima desa boshqalarga, ya'ni atrofimizga har bir kishilarga toki Xudoga muomala qilgandek qildigan muomala biz yani bir ko'rib olaymiz. Bunun gayet yana Matta bayon qilgan xo'shqari yana 10-bob 42 oyatda buni deydi. Hazreti İsa'nın degan gapida, ya'ni bilib qo'yinglarki, Hazreti İsa'nın shogirdi deb, shogirdlarim ichidagi eng arzimas biriga hatto biror ichini sovuq suv bergan kishi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi deb, ya'ni shogirdi deb Rabbning shogirdlari ichidagi eng arzimas biriga bir ichini sovuq suv bergan kishi mening inomimdan quruq qolmaydi, mahrum qolmaydi deb turib, ya'ni hozirgi jamiyatimiz boshqalarning ahvoliga qarab, boshqalarning sharoitiga qarab muomala qilgan, farqlantirib muomala qilgan jamiyat nimasi ko'p nimasi. Boshqalar yaxshi muomala qilgan, yaxshi muomala qilish bo'lgan tabiiy ko'p odamlarda bor. Andan keyin boshqalar qarasalik biroz namratlarga, ajizlarga, qo'pollarga muomala qilgan, yaxshi kiyinib, yaxshi qilganlar bo'lsa, yaxshi muomala qilib, shuna yaloqchilik qilgan, normal kiyinib bunday qilganmiz, pozitsiyalarim shuna normal bunday nimalar ba'zi jamiyatda, har qanday jamiyatda bor hamdi. Andan keyin har qanday vaqtda boshqalardan o'zini yaxshi deb o'ylaydigan, har vaqt boshqalarni o'zidan tuan ko'rib, o'zini akavrlarcha o'zini haddidan itqochilar orasidan o'zini boshqalardan bakrak haqqoniy deb turib, o'zini boshqalardan bakrak Xudoga yaqin deb turib, boshqalarni baholab, boshqalarni qilgan ahvollarni ko'parak. Mushunday vaqtlardan biz yana o'zimiz har vaqt sezgirlik bilan o'zimizni boshqalarga qanday muomala qilyapmiz, boshqalarga qanday pozitsiya bilan, qanday qalb bilan muomala qilyapmiz, shularni har vaqt anqirishimiz ham to'g'ri keldi. Shunga o'xshash boshqalarga Xudo muqaddas kitobda deydi emasmi? Ko'rinib turgan yaningdagilarga ya'ni shunday muomala qilamisan, so'yamisan, ko'rinmagan Xudodan qanday so'ysan degan gap. Hazrat nimada muqaddas kitobimizda degan gap bor. Anındaki yana Matta bayon qilgan qo'shqalar 25-bob 35dan 40-oyatga o'qisaqmi, oxirgi zamon, ya'ni so'roq vaqtida podshohni misol keltirib, tamsil keltirib Hazrat Isoning degan so'zim bor. Ya'ni men ussiz qolganda, men ussiz vaqtim subamdan lashqantimdiki nima 100 millionlar degan o'shash mazmun vaqtida, eng oxirida ya'ni podshohlarga ya'ni kelib degan vaqtida podshohlarga bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshlarimdan bo'lgan bularning birasi qilganinglar dal men qilganinglar bo'lib hisoblandi deb javob bergan mazmunni biz tafsiliy o'qisak, ana shunday xalqqa boshqalar qiyinchiliklarga atrofimizdagi kim bo'lsin boshqalarga shunday xalqi har qanday odamga Xudoga o'xshash muomala qilgan vaqt, ya'ni Xudoning, chunki har qanday inson Xudoning obrazi bilan yaratilgan qimmatli bir odam hisoblanadi. Har qanday bir odam Xudoning nazarida shu qadar qimmatli odam hisoblanadi. Undan keyin har qanday aytqachimi mayli uning hozirgi ahvoli qanday bo'lsin, qanday holatda bo'lsin, e'tiqodimni qanday ketayotgan bo'lsin, biz ularni hukm qilish bizning nimamiz emas, balki ularga Xudoning muomalasini qilish bizning qilish tegishli ishimiz. Ya'ni chunki har bir odam, ya'ni biz e'tiqodchilar bo'lsin, ya'ni qutqizilganlar bo'lsin, ya'ni Hazrat Iso ana shu qarindishimiz uchunmi o'zining bebaho qinini oqizib turib, o'zining jinini pido qilib turib, qarindishimizni o'zining qini badaliga
o'ziga mansub qilgan, ya'ni o'zining xizmatkori, o'zining podshohligining xizmatkori qilib, Rabbning bir xizmatkoriga qanday muomala qilishimiz ham Rabbga muomala qilganligimizga o'xshaydi deganga o'xshash. Shunday mazmunlar orqali biz ham atrofimizga har bir odamga, har bir kishi, mayli ular qanday bo'lsin, ularni hukm qilmasdan, baholamasdan, ularga Xudoga muomala qilgan o'xshash, mehr muhabbatimiz bilan, sevgiga to'lgan qalbimiz bilan mehribonlarcha muomala qilish, ya'ni Xudoga qilgan o'xshash muomala qilishni biz bu orqali yana bir qatim tafsiliy o'ylab chiqishimizga to'g'ri keldi. Andan keyin davomini ko'rsak, ya'ni ikkinchi qatimliq bo'lsa, ya'ni shu vaqtda tamoq yegan vaqtida ular deydi-da, ya'ni ayolning sara qana deb endi bu yerda tema saraga o'tkildi-da, ya'ni kelar yil bu chaqda men cho'qim qaytib kelman. O chaqda ayolning sara sana bir o'g'il ayolning sara bir o'g'ilga ona bo'ldi deb turib, yerda sarani so'rab turib, uning saraning ya'ni kelar yil ona bo'lganligini aytdi. Ham shuni hala Ahira qaraydiğimizda Sara bo'lsa, chidirning nimasini, ularning so'zini anglab turib, ya'ni ichida o'ylab turib deydi-da. Ya'ni ikkisini qiyirib qolganligini o'ylab turib, ya'ni o'zining muvalqi odat kelishini to'xtab, ya'ni qiyirib ketganligi uchun, ya'ni ya'ni tug'ish iqtidoridan qolganligini o'ylab turib, ya'ni ichida kulib turib, o'ziga men qiyirib qolgan tursam, erimni qiyirib qolgan tursam, bunda xo'shallik qayerdan kelsin deb turib, o'zining qaytib bunda xalqi farzand ko'rish xo'shalligiga nisb bo'lmaydiganligini o'ylab, nisb bo'lmaydi deb o'ylab kulishida, bir ishonch, umid va ishonchining ojizlari, ya'ni ishonchsizlik bilan, ya'ni kulganligidan biz sal ishonchsiz holatda, umidsizlik, ya'ni bunda xo'shallikning qaytib bo'lmaydiganligi haqida degan so'z orqali biz so'zini ko'ra olamiz. Shu vaqtda Parvardigorning degan so'zi bor. Ya'ni Parvardigor Saraning, ya'ni shu degan so'ziga, ya'ni shu o'ylab turib kulishiga qarta Parvardigor deydi-da, ya'ni Parvardigor qila olmaydigan ish yo'q emasmi deb. Ya'ni Parvardigor qila olmaydigan ish, ya'ni sen qirib qolgan bo'lsangmi, sen qanday holatda bo'lsangmi, lekin men bo'ldi desam bo'ladi degan o'xshash. Ya'ni Parvardigor o'zining mushadalqi qudratini, ya'ni o'zining qila olmaydiganini, o'zining so'zi bilan ba bo'ldisi ba bo'lgan o'xshash, paydo bo'ldisi paydo bo'lgan o'xshash. Ana shuna so'zining qudrati bilan deb Saraning ishonchini tiklagan bir nimasini ko'ra olamiz. Ya'ni Parvardigor qila olmaydigan ish yo'q emasmi deb Sara javob qaytarish orqali. Bunning yana o'xshab qolgan mazmun balki sizlarmi yodingizga keltirishinglar mumkin. Shu orqali, ya'ni Maryamga Jabroil Maryamga ko'rinib qolgan vaqtida shuna o'xshash mazmun, ya'ni chiqib, ya'ni Luqa bayon qilgan qo'shiqlar 1-bab 30-37 oyatga Jabroil Maryamga kelib, "Ey Maryam, qo'rqmagin, sen Xudoning mehr shafqatiga erishding. Homildor bo'lib bir o'g'il tug'san, ismini Ayso qo'ygin" deb degan vaqtida Maryam bilan Yusufda choy ichkizilgan, lekin to'y qilmaganda choy ichkizilgan faqat. Mushna vaqtda endi Maryam javob berdi-da, "Men tek qiz tursam, bu qanday mumkin bo'lsin" deb. Endi to'y qilmagan vaqtida qandaymi taxi choy ichkizib bo'lib to'y qilmaganda, shuna vaqtda bu men qiz tursam, bu qanday mumkin bo'lsin degan vaqtida shu vaqtda ya'ni Jabroil dedi-da. Chunki Xudo qila olmaydigan hech qanday ish yo'q deb berdi-mu. Jabroil Maryamga shunday dedi. O vaqtda Maryam bo'lsa ishinib, ya'ni shu vaqtda digningizga bo'lsin degan ishinib qolgan pozitsiyasini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni biz bular orqali nimalar yana ko'ra olamiz desak, oldin qatam biz oila deb munozara qismida ozroq to'xtalgandik. Shu vaqtda biz o'zimizning shakllanib bo'lgan dunyodagi har qanday ishlar, urf-odatlar, biz olgan ma'rif tarbiyalarimiz bo'lsin, ko'rganlarimiz bo'lsin yoki fiziologik qonuniyatlarimiz orqali bo'lsin, bizni kichigimizdan tortib muhit orqali, har qanday bir ishlar orqali bizning o'y fikrlarimizda shakllanib qolgan qarashlarimiz, shakllanib qolgan bizning odatlarimiz bo'lsin, o'y fikrlarimiz borda. O'shundoq o'y fikrlar, ya'ni dunyo orqali, yuz bergan ishlar orqali, ko'z oldimiz, ya'ni ko'zimizning ko'rganlari orqali bizni shakllangan har xil inkoslar, o'y fikrlarni biz yana bular orqali nima qila olamiz? Har vaqt isloh qilishimizning nihoyat muhimligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning so'zi oldida, Xudoning bizning bizga bergan shu so'zi, va'dasi va Xudoning, ya'ni biz
muqaddas kitobni kunda o'qiydigan bo'lsak, bizga har vaqt Xudoning o'zining shu qadar mo'lligi bilan, o'zining so'zlarining ya'ni deymiz hayotiy kuchga ega so'zlari bilan bizga kunda hayotga taqayotganligini biz his qilamiz. Lekin biz muşda Xudoning so'zi oldida bu so'zlarning hayotiy kuchga ega. Biz hozir mushuni anglayotgan vaqtimizda bizning hayotimizda shu qadar unumli rol o'ynayotganligi bo'lgan ishonch bilan uni qabul qilmagan vaqtimizda biz Xudoning shu qadar hayotimiz ustidagi qilayotgan ishlarni biz ko'ramaymiz. Lekin biz shu Xudoning har vaqt so'zini ochgan vaqtimizda, so'zini qabul qilgan vaqtimizda bizning hayotimizda shunda hayotiy kuchi bilan bizning hayotimizda o'zining ulug'ligini, kunda o'zining ulug'ligini, mehr shafqatini namoyon qilayotganligini bo'lgan ishonch bilan bizni qabul qilgan vaqtimizda, ishonch bilan qabul qilgan vaqtimizda Xudoning ulug'ligini biz hayotimizning har bir mazmunlari, har bir doirasida biz ko'ra olamiz. Shuning o'xshash biz ko'zimizning ko'rganlari orqali inkos qaytarmasdan, dunyoning aqimlari orqali, dunyoning yuzlanishi orqali, jamiyatimizdagi ahvollar orqali biz hukm qilmasdan, balki har vaqt Xudoning so'zi oldida kelib, dunyodagi har bir ishlar bo'lsin, hayotimizga har bir ishlarga Xudoning so'zi orqali qarashimizga to'g'ri qarashimizga, ya'ni to'g'ri bo'lgan aynak orqali Xudo o'zimizning hayotimizni ko'rishimizga to'g'ri keldi. Masalan, biz hozir chunki biz gunoh sababidan biz bir qari bo'lgan latini ko'zimizga tortib olgan o'xshash, beshimizga kiyib olgan o'xshash, ko'zimiz aniq ko'rmaydigan holatda, oldimizni ko'ramaydigan holatda, hayotimizni ko'rmaydigan holatda biz faqat qorong'ulik holatda yashagan bo'lishqa, ko'z ya'ni shunaqa bir qorong'ulik holatda yashagan bo'lishqa, qorong'ulik bizning har bir nimamizga singib ketgan bo'ldi-da, qorong'ulikning inkoslari, qaranlıqdagi yashagan vaqtlarimizga har qanday nimalar bizga singib ketgan bo'ldi. Shuning uchun biz bu qora latini elib turib, ya'ni ko'zoynakni bir qatim surtib, Xudoning so'zi orqali surtib turib, ko'zimizni surtib turib, har vaqt hayotimizga ishlar bo'lsin, ahvollarimiz bo'lsin, Xudoning so'zi orqali qarashni biz avval o'zimizga singdirgan vaqtimizda, Xudoning so'zi orqali hayotimizga qarab turib, shuni biz hayotimizni Xudoning so'zi orqali yashashga biz o'zimizga markaz o'shna bir Xudoning so'zi orqali yashashga biz bel bog'lab shuna bir qilgan vaqtimizda biz shu vaqtda har vaqt Xudoning so'zidan keladigan ishonch, hayotimizga ham Xudoning so'zi bilan qaraydigan ishonch va umidvorlik, ya'ni Xudoning huquqiga bo'lgan, ya'ni hayotimiz ustida bo'lsin, dunyodagi har qanday dunyo ustidagi bo'lsin, faqat Xudoning haqiqiy boshqaruvchisi ekanligi bo'lgan Xudoning huquqi. Shuningga bo'lgan ishonch bilan hayot bizni paydo bo'ldi va shu orqali biz texmalqi e'tiqod jihati bo'lsin, Xudo bilan bo'lgan munosabat bo'lsin, har vaqt Xudodan kelgan tinch amallik bizning qalbimizni har vaqt saqlab, har qanday holatda biz shu Xudodan kelgan tinch amallik ichida biz hayotimizni, har bir ishlarimizni Xudoning so'z orqali baho bera oladigan bo'lamiz degandek. Ya'ni şu an bu yerda nima desa, shu Parvardigor qila olmaydigan ish yo'q emasmi degan so'zni markazlashtirish orqali, ana shu Parvardigor Xudoni biz texmo yaqin munosabat bilan har vaqt Parvardigor Xudoni tunishga bo'lgan shunday bir intildigan qalb bilan har vaqt Xudoning so'zini, Parvardigorning irodalarini, ya'ni doim biz cho'nqur Xudoning so'zi orqali cho'nqur tushunishimizning muhimligini biz ko'ra olamiz. Shuningda biz har vaqt Parvardigor Xudodan kelgan ishonch biz har vaqt hayotimizda bizga amro bo'lganligini biz his qila olamiz shu vaqtda. Andan keyingi mazmun, ya'ni Parvardigor mehmon siyoqida Ibrohimni ziyorat qilib, onunğa ya'ni jiyanni turgan ziminni aloq qilganligini uqtirishiga oid mazmun. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, ya'ni 17-oyatda deydi-da, o'z-o'ziga Parvardigor deydi-da, men qildigan ishimni Ibrohimdan yoshirsam bo'lmaydi deb, ya'ni Sodom bilan Gomorra haqidagi o'zining qilmoqchi bo'lgan ishini Ibrohimga deyishi kerakligini bu yerda o'z-o'ziga so'z orqali biz ham uqa olamiz, demoqchi bo'lgan. Chunki endi Ibrohim bilan Parvardigorning o'rtasida ya'ni ahdi bilan tuzilgan munosabat bor. Ham shunaqla Parvardigor Ibrohimning Parvardigori. Ibrohim Parvardigorning quli, xizmatkori bo'lib, ya'ni Parvardigor Ibrohimning ustida amalga oshirmoqchi bo'lgan cho'ng va'dasini biz ham irodasini ham biz izchil ko'rib o'tyapmiz. Bo'libmi yana
18 ayetda deydi-de, chunki uning avlodlari cho'qim ulug' va kuch qudratli bir xalq bo'ldi. Men u orqali dunyodagi hamma xalqlarga baxt ato qilaman deb biz 12-bobda ko'rgan Ibrohimni chaqirgan vaqtidagi so'zini bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni buning orqali ya'ni Ibrohim bilan Xudoning munosabatini biz bu yerda qanday munosabat, ya'ni Ibrohim bilan Xudoning ahdi munosabati bo'lib, bir-birisi bilan yaqin munosabat ekanligini, ya'ni ahdi munosabat ekanligini biz bu yerda ta'kidlayotganligini ko'ra olamiz. Hem shunaqla men uni o'z bolalari, ya'ni Ibrohimni tanlashidagi maqsadining nima ekanligiga oid, ya'ni uni Ibrohimni o'z bolalariga va avlodlariga Xudoning yo'lini tutishni, durust va haqqoniy bo'lishini buyursin deb tanlaganligini, Parvardigorning Ibrohimni tanlashdagi maqsadining shundoq Xudo o'zining yo'lini tutishni, o'rgatishini, durust va haqqoniy bo'lishini buyurish ekanligini deb bu yerda deydi. Biz bununla ait yeni bir mazmun görüp ise, yani kanun şer'i 28. bab 9-10 ayetlerde, yani izchil, yani bu muş vaqtlar qarsak İsraillar muş vaqt İbrahimning avlodlarida endi qarsak shu vaqtda mundaq bir so'zni Xudo qayta ta'kidlaydi-da. Agar sen Parvardigor Xudoyingning amirlarini tutib yo'llarda mansang, o'zi qasam bilan san va'da qilgandek Parvardigor seni tiklab, o'zi muqaddas bir xalq qildi. Ya'ni Xudo özünün əmrlərini tutub, yollarda manğan şuna xalqını, yəni xalqı, yəni Xuda çağırğan şu xalqı, Xudanın əmrlərini tutub, Xudanın yollarda manğan vaxtıda Xuda vədə qılğandək, özü ayrılğan, özü tanılğan bir müqəddəs bir xalq qıldığını. Həm şunaqla yer yüzüdəki həm xalqlar şu tanılğan xalqının Parvardigorning nomi bilan atalganligini ko'rib sendan qo'rqudi deb turib, ya'ni shu Parvardigor o'zi muqaddas bir xalq qilgan xalqning Parvardigorning nomi bilan atalganligini ko'rib, yer yuziga barliq xalqlar shuni ko'rib sendan qo'rqudi deyish orqali, ya'ni shu Xudoning tanlagan xalqining Parvardigorning nomiga vakillik qiladigan xalq ekanligini bu yerda ta'kidlaydi. Biz men oldin qatim degan, ya'ni 11-bobdim degan to'qilqi Babil Munarada ular özünün namını çıkırış için qilgan bolsa, lekin Parvardigor bir adam arqılı, yani İbrahimni tanlash arqılı, İbrahim arqılı Xudo özünün namını yer yüzüde namoyon qilmoqchi deb turib. Ana shunga o'xshash Xudo İbrahim, endi bu yerda bolsa İbrahimning avlodlari arqılı ularni o'zi tanlab olgan muqaddas bir xalq qilish arqılı ularning ustida Parvardigor o'zining nomini şu xalqning Parvardigorning nomiga vakillik qilgan, ya'ni yer yuzida Parvardigorning nomiga vakillik qilib, Parvardigorning shuna xalqi vakili sifatida turganligini, vakili sifatida shuna xalqi o'zining Xudoning nomini namoyon qilgan, ulug'lig'ini namoyon qilgan bir xalqning sifatida yer yuzida shular ustida Xudoning o'zining nomini, ulug'lig'ini namoyon qilganligini, başqa xalqlarning men ulardan qo'rqadiganligini bir şeyde ta'kidlayotdi. Shuningdek, buning orqali ham biz nima ko'ra olamiz desa, albatta biz e'tiqodchilarmi Parvardigorning nomiga har vaqt o'zimizning Parvardigorning nomiga, Rabbaysaning bizning hayotimiz yashayotgan bo'lishga, Rabbaysaga tava bo'lgan bo'lishga, shu Parvardigorning nomiga vakillik qilganligimizni biz ham har vaqt esimiz tutishimizga to'g'ri keldi. Chunki Pavlos deydi, men uyatli ishlarni qilib Parvardigorning nomiga dog' keltirgan ishlarni qildim deganiga o'xshash. Biz har bir qilgan ishlarimizda, har bir qilgan gap so'zlarimizda, boshqalarga bo'lgan munosabatlarimiz bo'lsin deganga o'xshash. Biz o'zimizga vakillik qilganligimiz emas, balki aksicha Parvardigorning nomiga, Rabbaysaning elchisidek, ya'ni Rabbaysaning xush xabarining elchisidek boshqalarga shu xush xabarni hayotimizda, o'zimizning har bir muomalalarimizda yashab chiqadiganligimizni o'zimizga emas, balki shu Parvardigorning nomi bilan shu joyga borganligimizni ham anqirishimizga ham to'g'ri keldi. Shuningdek, hamda mayda Parvardigor nomi bilan atalgan bir xalq ekanligimizni ham cho'nqur tunib tushunishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni biz Xudoning amrlari bilan, Xudoning so'zi bilan, Xudoning ustimizga chaqirgan chaqiriqi, irodasi yo'lida mangan vaqtimizda, anandan keyin biz Parvardigorning nomini bilan, nomiga vakillik qilib turib, Parvardigorning o'zining ulug'ligini
qudretini, hatta özünün şan şərifini bizning hayotimizga har bir ishlarimizda namoyon qilganligini biz Xudoning so'zida yo'lladi mangan vaqtimizda, itoat qilgan vaqtimizda biz shularni ko'ralaymiz, ham boshqalarga o'zimizning hayot orqali boshqalar ham bizning ustimizda Xudoning ulug'ligini, shon sharifini ko'ralaydigan bo'ldi. Ana shu orqali yana rapaysa degan o'xshash biz yer yuzining nuri va tuzi sifatida yashayotganligimizni ham biz his qila olamiz degandek. Ana shuni hamda bu yerda ma'noni avval biz ko'rib o'tdik. Hamda bu yerda Ibrohim ne endi Xudo o'zi degan so'z orqali ya'ni Ibrohimni tanlashdagi maqsadini, ya'ni chaqirishdagi o'ziga tanlashdagi maqsadining nima ekanligini, ham uning bilan qanday munosabat ekanligini bu yerda deb turib, shuning uchun hamda Parvardigor Xudo o'zining barliq qilmoqchi bo'lganligini Parvardigor Xudo o'ziga mansub bo'lgan xalqi bo'lgan, o'zi atib olgan xalqi bo'lgan, ya'ni Ibrohimdan yo'shirmay turib, o'zi qilmoqchi bo'lgan barliq ishlarni, o'zining irodalarini hammasini Parvardigor Xudo o'zining tanlagan xalqi bo'lgan Ibrohimga oshkorlaydiganligini bu yerda da'vat etdi. Ya'ni o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlarini o'zining xalqidan yo'shirmaydigan, ular oshkorlaydiganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shu orqali ya'ni Parvardigor Sodom bilan Gomorra haqidagi bo'lgan qilmoqchi bo'lgan ishlarning hukmini bu yerda Ibrohimga qilgan vaqtida bo'lsa, Ibrohimning ular bizni ko'ra oladiganimiz nima desa, bu yerda Ibrohim Parvardigorga yalvurgan vaqtida biroqlar bundoq jiyanimni bundoq qutqizasdan kelganimda demasdim, balki Parvardigorning xislati, xususiyati Parvardigorni shu taraflarini qilib turib, bu yerda Parvardigorning yalvurganligini ko'ra olamiz. Ya'ni İbrahim deydi, ya'ni durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib halok qilmaydigan, butun olamning so'roqchisi bo'lgan Xudoning adil hukm chiqarg'uvchi Xudo ekanligini bu yerda ta'kidlab turib, ya'ni Xudoning qanday Xudo ekanligini deyapti. Ya'ni durust kishilarni gunohkorlar bilan qo'shib halok qilmaydigan Xudo. Butun olamning so'roqchisi bo'lg'achqa adil hukm chiqaradigan Xudo ekanligini bu yerda ta'kidlab turib, Sodom bilan Gomorrani halok qilmoqchi bo'lgan hukm oldida shuni halqa jiyani uchun yani Parvardigorning o'zining ya'ni adilligi bilan ya'ni o'zining Parvardigorning ya'ni shu nimasi bo'yicha nima qilishini qutqizib chiqishini bu yerda yalvurdi deymiz-ku. Yalvurishini, talabini bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni nima uchun jiyan uchun qilgan talab degan vaqtimizda biz 19-babda, 18-babda aniq chiqmadi, lekin 19-babga qaragan vaqtimizda 19-bab 29-oyat qaragan vaqtimizda Xudo Lut yashagan tuzanlikdagi shaharlarni xaroblikka aylantirganda Ibrohimning talabini esiga olib Lutni qutqizdi dedi. Ya'ni Lutning qandaqligiga qarab emas, balki Ibrohimning talabi, Ibrohimning duosiga qarab Lutni qutqizganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuningdek biz men oldin qatdimi degan, ya'ni bir haqqoniy odamning duası şu kadar ünümlü, yani kuch qudratlik, yani şu kadar ünümlü ekanligini men izchilni chukun bo'ldi davatganga o'xshash. Yani bu yerda Ibrohimning haqqoniy o'zining xalqi bo'lgan, o'zi haqqoniy deb qaragan xalqi bo'lgan Ibrohimning talabi va duosini ijobat qilgan Xudoning shu mazmun orqali biz yani haqqoniy odamning bir odamning duosi orqali duasının yani ne kadar önemli işgalini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shuningdek bu orqali biz ham har doim yani boshqalar uchun shunday xalqi duo, har vaqt duolarimizni duolarda o'rinliq qilmasdan boshqalar bilan bo'libmi nima deymiz, qiyinchilikqa bog'lab turgan qarindoshlarimiz bo'lsin yoki hozirgi bizning ahvolimiz bo'lsin, mush ishlar ustida biz ham qo'limiz yupurmasdan doim Xudoga duo qilib turishimizning ne kadar muhimligini yani biz ham bu yerda Ibrohimning mazmuni orqali biz yana bir qatim ko'ra olamiz. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunni shunchalik sal oddiyroq ko'rsak, buni o'zinglar keyin yani qayta o'qish orqali yani inchlik bilan texmi tafsilayarak o'zinglar muqaddas kitobdagi boshqa mazmunlar bilan solishtirish orqali, chunki o'xshab qolgan mazmunlar yana bor emas, munosabatli mazmunlar solishtirib o'qish orqali texmi tafsilayarak cho'nqiroq bir qatim o'qib chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz keyin qatimliq mazmunimizda ko'rishaylik. Xudo hammalarga o'zidan kelgan, yani mehr shafqatidan kelgan cho'nqur tushuncha
Her vaqt her vaqt hayatыңlarning har bir doirasida Xudoning so'ziga kelgan ishonch bilan va ishonchinglar orqali Xudoning ulug'lig'ini, shon sharafini hayotinglarda yashab chiqishinglarni shunday bir mehr shafqatini, qudratini hayotinglarning ustida namoyon qilishini tilayman. Xo'sh, qarindoshlar.